Sizning dinsiz bo'lishingizga nima sabab bo'lgandi? Dinsiz mezgilingizda qo'rqqan vaqtlaringizda duo qilgingiz kelganmidi? Duo qilmay qanday yashaydingiz? Dinsiz vaqtingizda hayotdagi g'oyangiz nima edi? O'limni o'ylashdan kelib chiqqan azobni qanday yengdingiz? Bir mezgil Qur'on yodladim. Qur'ondan taxminan 500 bet atrofida yodlab bo'lgandan keyin yodlashdan to'xtadim. Taxminan 10 yillik otis holda yashadim. Men Qur'ondan yiroqlashgan sari Qur'onma albatta mendan yiroqlashdi. Allah afv qilsin. Men shunchalik Qur'onga haqorat qilgan edim. Og'zimga bo'lmag'ur gaplar kelib turardi. Faqatli xo'shal emasdim. Atrofimdagilarga xo'shal ko'rinishga tirishdim. Ichimda bir xil tushkunlik bor edi. Xo'shallikdan asarmi yo'qdi. Ichimdagi beoromchilikning sababi amaliyotda imonsizlik edi. Paraxutda ishlayotdim. Paraxut tuyuqsiz qattiq tavrinishga boshladi. Shu joyda ajoyib qo'rqib ketdim. Damalliqqa aqlimga Allohdan boshqa hech bir narsa kelmagan edi. Menchi dinsizlik, masalan, biraylan qiyoga tushib ketdi deyli. Tutib oladiganga shox izlaydi-yu, tutqanligi, isilganligi shox sunib ketadi. O'zingizni qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Ismim Amir, 27 yoshga kirdim. Istanbulda tug'ilib cho'ng bo'ldim. Boshlang'ichni bitirgandan keyin bir mezgil Qur'on yodladim. Qur'ondan taxminan 500 bet yodlab bo'lgandan keyin bir mezgil to'xtadim. Ondan menda davolg'ish yuz berdi. Taxminan 10 yildek dinsiz holda yashadim. Allohga shukr. O'tgan yili yana qaytadan iymon etib musulmon bo'ldim. Dinsiz bo'lishingizga nima sabab bo'ldi? Faqat bir narsa sabab bo'ldi deb deyolmayman. Asta-asta qadam-qadam vaqtning o'tishiga ergishib o'zim tuymayla dinsiz bo'lib ketdim. Yosh vaqtimda deganimda Qur'on yodlaydim. Qur'on yodlayotgan mezgilda aqlimga g'alati savollar kelib oladi. Shaytonning vasvasasi desekmi bo'ladi. Masalan, Qur'on yodlab nima ish qilsa, do'stlaring sirtlarda o'ynab yuriydi degandek aqlimga ozg'in xiyollar kelib oladi. Boshda sunnat namozlarimni o'qimaydigan bo'ldim. Asta-asta farz namozlarni o'qimaydigan bo'lib ketdim. Keyin o'zimdan g'alati savollarni so'raydigan bo'lib qoldim. Ondan asta-asta qadam-qadam yiroqlashga boshladim. Men Qur'ondan yiroqlashgan sari Qur'onmi mendan yiroqlashib ketdi. Qur'ondan yiroqlashgan sari texmi yomon yo'llarga mangdim. Dastlabda islomdan rayimni yondirgan narsa islomni o'zining manfaati uchun dasmiy qilgan kishilar desam bo'ladi. Shundaqla musulmonning bir yomon ish qilsa, musulmon turib mushunda qilgan bo'lsa, demakki islom yaxshidan emas deb o'ylaydim. Chunki islom to'g'riliq ma'lumotim yetarli emas edi. Bilib bilmay mushundaq ahvollarning ta'siriga uchrab qolatdim. Masalan, men taniydigan bir odam bor edi. Dinni pesh qilib turib pul yig'atdi. Ondan yig'ilgan pullarni yanchuqqa solatdi. Bu ishlarga qarab insonning xatoligini diniga dengib, o'zimni o'zim dindan sovutishga boshladim. Dinsiz bo'lganingizda oilangizdagilardan va atrofingizdagilardan yoshirganmidingiz? Dastlabda yushirdim, o'zimni bildim, ularga hech narsa demagan edim. Onam o'zi taqvo ayol edi. Keyingi mezgillarda uyda din haqida parang bo'lsa terikadigan bo'lib qoldim. Chunki islom degan gapni anglasam bakla beorom bo'latdim. Har qaytim anglasam, har qaytim degidek islomga bo'lgan g'azab nafratim eshib ketdi. Meningcha bularning hammasi takabburlikdan bo'lgan deb o'ylayman. Hatto onam bilan takallashgan vaqtlarim bo'ldi. Sen nima deyotsa, bularning hammasi quruq gap. Alloh afv qilsin, Alloh yo'q. Alloh degan kimkan degandek masxara aralash gaplarni qilatdim. Onam bu ahvoldan bakla qayg'urgan edi. Lekin dadam bak o'ziga ep ketmadi. O'zining tanlashi degandek pozitsiyada bo'ldi. Atrofimdagilarmi unchivola baktiniga chang yepishadiganlardan bo'lmag'ashqimi bilmadim. Ularmi o'zining tanlashi, bu davrda undaq bo'lishi intayin normal deyishdi. Menga hammadan bak onam bilan akam bak qayg'urgan edi. Dinsiz vaqtingizda bak qo'rqib ketgan chog'laringizda duo qilgingiz kelgan vaqtlar bo'ldimi? Duo qilmay qanday yashaydingiz? Duoga ehtiyojim bo'ldi. Esimda yaxshi bor. Ikki qaytimdek duo qilgim keldi. Masalan, bir qaytim bakli erishgim bor bir narsa bor edi. Shuncha tirishgan bo'lsam-mu faqatli erishamadim. Masalan, PlayStation 5 deyli. Bak og'im bor, ammo faqatla ololmadim. Ya pul yo'q, ya pul topadigan yo'l yo'q degandek. Ish qilib bir chorsizlik ichida qoldim. Dal shu vaqtda duo qilgandim. Hozir o'ylasam bakla nomus qilaman. Allohim, agar sen rost bor bo'lsang, mening shu erishgim bor narsani menga nasib qilsang deb duo qilgandim. Bakla afsuslanaman. Ikkinchi qaytim paraxutdagi bir qahvaxonada ishlayotdim. Paraxut tuyuqsiz tavrinishga boshladi. Bu normal bir tavrinish emas edi. Xuddi tamponligini yo'qotgan aeroplandekla tavrab ketdi. Haqiqatan bak qo'rqib ketgandim. Isro surasida aytganidek, sizlar dengizda bir ofatga uchirganda esinglarga sizlar cho'qinayotgan ma'budlaringlar kelmay, faqat Allohla keladi. Deganda qasam qilamanki, shu chog'da aqlimga Allohdan boshqa hech narsa kelmadi. Allohim yordam qilgin deb duo qildim. Bu ahvollar normallashganda yana tuzkorlik qilib, normal hayotimga qaytdim. Islomdan yiroqlab ketishingizning sababini islomdagi ba'zi ibodatlarni ado qilishdan qochish deb qarsaqmi bo'lamdi? Ha, to'g'ri, demasam asli maqsadim ba'zi ibodatlardan qochish edi. Masalan, namoz o'qish, ro'za tutish bekli eg'ir keladi. Bekordan bekor osh qolamdiq deb o'ylaydim. Hatto u vaqtlar mening Qur'on kursida o'qiyotgan chog'larim edi. Menga qilinayotgan bu ibodatlar qat'iy samimiy bilinmaydi. Aslida islomdagi ba'zi majburiyatlarni ado qilolmayotgan bo'lg'achqa, islomning majburiyatlarini bahona qilib islomni inkor qildim. O'zimning inkorini to'g'ri chiqarish uchun qarshi chiqdim. Keyin bu qarshi chiqish asta-asta g'azab nafratga, o'shmanlikka, namozdan, ro'zadan, hijobdan, soqoldan nafratlanadigan, birasi islom dini haqida parang qilsa,
turibli qoladigan bakla beorom bo'latdim. Sizdingcha dinsiz yashashning eng yomon tarafi qaysi? Meningcha ümidsizlik deb o'ylayman. Ya'ni hayotda hech qanday nishoningiz yo'q. O'limdan keyin yo'qolib ketasiz. Ma'lum bir nishoningiz yo'q, orzuyingiz yo'q. Sizni baxtli qiladigan hech nima yo'q. Faqat birdamlik havaslarga oldinib yashaysiz. Masalan, men o'zimni misol olsam, hamisha bir xil tushkun yuratdim. Hech qanday narsadan qanoat his qilolmayman. Pul, mol dunyo, qiz do'st, tamagga, haroq degandek. Ish qilib insonni xushal qiladigan qandaqli bir narsa bo'lsin, hammasi birdamlik xushallikdan iborat xolos. Tamoq yesangiz qo'rsqingiz to'ygandekli bir ish. Ya'ni sizni o'ziga tortadigan, siz taynaychu desangiz tayong'udek bir narsa yo'q. Men dinsizlikni mundoq o'ylayman. Xuddi hangga tushib ketgan biri hangdan chiqish uchun tutadiganga daraxt shexi izdigandekli bir ish. Ya'ni tutqanligi daraxt shexi sunib ketadi. Boshqa birini tutsa, o'mi sunib ketadi. Ya'ni boshqasini tutsa, o'mi sunib ketadi. Mening nazarimdagi dinsizlik dal mushundoq. Ya'ni umidsizlikdan iborat. Taynadigan, sizni o'ziga bog'laydigan hech narsa yo'q. Qaytadan iymon etgan vaqtingizda hayotingizda qanday o'zgarishlar bo'ldi? Hayotim tamoman butunlay o'zgardi desam bo'ladi. Hatto o'zimni yangi tug'ilgan bu vaqtdagidek his qildim. Yig'inchoqlabli isam iymon etgandan keyingi mushu oxirgi bir yilimni ilgirki 26 yilning 1 soatiga tang qilmayman. Bu bir yilim huzur va xushallik ichida o'tdi desam bo'ladi. Albatta az to'la qiyinchiliklarmi bo'ldi. Hatto men duch kelgan qiyinchiliklarmi meni xushal qildi. Chunki o qiyinchiliklar menga Allohni asıltatdi. Ya'ni hayotim shu darajada o'zgardiki, telefon xotiramda 300 kishi bor edi. Iymon etgandan keyin faqat 50 kishilar qoldi. Atrofimdagi insonlardan yiroqlashdim. Gap qilish shaklim o'zgardi. Alloh afo qilg'ay. O'z vaqtida men Allohga va Qur'onga haqorat qilgan edim. Og'zimga bo'lmug'ur gaplar qilatdi. Allah mag'firat qilsin. Hozir bularni o'ylasam o'zimni o'zim urg'idek bo'lib ketaman. Deganimdek hozir gap qilish shaklim bo'lsin, atrofimdagilar bilan bo'lgan muomalada bo'lsin, ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Men ilgari ota-onamga yaxshilik qiladigan biri emasdim. Gapini anglamaydim. Alloh ularga yaxshi muomala qilishga buyurganligi uchun menmi ularga yaxshi muomala qilishga tirishyapman. Shundaqla boshqalarga nafratlanib yurmayman. U undaqkan, bu bundaqkan deb boshqalarning ustidan gapmi qilmayman. Ichimdagi u nafrat bag'an sari mehr muhabbat va huzurga aylanishga boshladi. Yana biri men burun to'y ishig'imi aktiv qaramaydim. Sepi o'zidan ahmoqlik deb o'ylaydim. Aslida zarur bo'lgan bir ishkan. Yaqinda to'ychiyim bo'ldi. Burunqi tushuncham bo'yicha aytganda to'y qilib nemish qiladi? Birga yashag'isi bo'lsa yashabas bo'ladi-ku. Birisidan zeriksa yana boshqa birisi bilan yashamamdi deb o'ylaydim. Allohga shukr, hozir hammasi o'zgardi. Atrofimdagi insonlar, ideya, fikr jihatdan boshqacha biriga aylandim. Qaytadan iymon etgan vaqtingizda tunji bo'lib nimani his qilgandingiz? Bir ona 3-4 yoshlik bolasini bütün mehrim muhabbat bilan yuydi-ku. Bir yerini kuydirib qo'ymay, muzlatib qo'ymay, shunchalik diqqat qilib, yumshoq badan yuvish bilan pokiz yuydi. Mening iymon etgan vaqtimdagi tunji his qilganlarim dal shundoq edi. Menimi xuddi biri ona mehri bilan pokiz yuyayotgandek va pokiz pokilib ketgandek his qilgandim. Yana mundoq desam bo'ladi. Masalan, beshimning ustidan suv turbisi ichilib, shu iqiyotgan sular bilan gunohlarim iqib ketgandek, o'zimni pokiza poklangandek his qildim. Musulmon bo'lgandan keyin tunji bo'lib nima ish qilgan edingiz? Tunji qaytim deganimda shahodat etdim. Shahodat keltirgan vaqtimda ajoyib go'zal bir his tuyg'udi bo'ldim. Undan keyin berib tahorat oldim. Ya'ni tahorat orqali o'zimni texmo bak poklab namoz o'qig'im keldi. Ya'ni iymon etgandan keyingi tunji qilg'im kelgan ish mushular edi. Lekin ichimda bir xil qo'rqinch bor edi. Ya'ni men bu gunohlarim bilan Rabbimning oldida turaman degandek. Yana bir tarafdan shaytonning vasvasalarimi yo'q emas. Janobi Alloh Zumar surasining 53-oyatida aytganidek: "Ey Muhammad, ularga aytqinki, gunohlarni qilaverib o'zlariga zulm qilgan bandalarim, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar. Alloh haqiqatan xoligan odamning gunohini mag'firat qilguchidir" degan oyatini o'ylab, men qila olmayman deganimcha namozga turdim. Qandoq tushundirsam bo'lar? O'qigan shu namozim qaysi namozning qaysi rakati esimda yo'q. Ammo tunji qitimliq sajdamda qanchalik turganimni bilmayman. Balkim soatlarcha davom qilgan bo'lishim mumkin. Yig'layotman, to'xtamay Allohdan gunohlarimni mag'firat qilishni tilovatman. Shu jarayonda vaqtning qandoq o'tganini, qandoq bo'lganini, nima bo'lganini, qandoq qilib sajdadan qo'pqanimni bilmayman. Namozimni tugatib qaytadan sajdaga bordim. Alhamdulillah. Dinsiz vaqtingizda hayotdagi g'oyangiz nima edi? Nom-nishonsiz yo'q bo'lishning azobini qanday yengan edingiz? Qisqasi xushalmidingiz? Dinsiz vaqtimda dunyolik ba'zi arzu-armonlarim bor edi. Arzu-armon desam muqamlashmoqda qig'im bor bir ish deb turayli. Masalan, bir qahvaxona ochqim bo'lsa, qahvaxonni ichib bo'lgandan keyin yana bir bo'shliq meni qiynaydi. Yig'incha qilsam birdamlik dunyoviy narsalar bilan o'zim pamlab o'tatdim. Mani qilib bo'ldim, endi mani qilay degandek. O'zimga oxiri chiqmas nishonlarni tanlashga, tutishga tirishatdim. Masalan, alayliq bir muzika yoki naqsha anglasam, shu naqsha haqida izlanatdim. Paloni yezibdi, pokuni aytibdi degandek. Oxiri yo'q, foydasiz ishlar bilan o'zimni aldaytdim. Ya'ni naqshchining mastonasi quli bo'latdim. Yana bir misol keltirsam, masalan, ma'lum bir kompyuter o'yini deyli. Kompyuter o'yiniga qaraytdim, o'ynaytdim, oxirida tuymay o'yinning quliga aylanib ketdim.
yana birini qilib etib uzun o'tmay yana biriga degandek. Yig'inchoqlab etsam moda iqimning zamonaviy quli desakmi bo'ladi. Nima moda bo'lsa shuningga agishib, ko'nglim nimani topsa shuni qilatdim. Har xil havoyi havaslarimning quli bo'lishga boshlagan edim. Shunga mening mundaq nishonim, mundaq g'oyam bor deb deyolmayman. Masalan, bugun bir narsani yaxshi ko'rib qilayotgan bo'lsam, ati boshqa bir narsaga o'tatdim. Bakla oson zerikatdim. Ozroqmi xo'shal emasdim. Faqatla atrofimdagilarga xo'shal-xuram o'tayotganda ko'rinishga tirishdim. Amaliyotda hamisha tushkun yuratdim. O'zimni qat'iy xo'shal his qilmaydim. Xuddi atrofdagilarni ko'zga ilmagandek hech qanday ish yinimdan o'tmaydi. Qanday ish yuz berishidan qat'iy nazar parvosiz yuratdim. Lekin qalbimda degili bo'lmaydigan bir azob bor edi. Amaliyotda bu iymonsizlikdan kelib chiqqan azob edi. O'limdan keyin yo'q bo'lib ketish masalasiga kelsak, masalan mening dinsiz bo'lishimning sababini aytsak, ya'ni bilmaganligimdan, uni uqmaganligimdan ishonmaydim dedim. %100 ishonish deydigan bir narsa mavjud emas deb o'ylaydim. O'limdan keyin nima bo'ladiganligini bilmaganligim uchun faqat ishongim kelmaydi. O'zimning qallamda sizib olgan mantiqamga mos kelmasala ishonmayman deb turib olatdim. Yana biri shu chog'larda men o'zim to'qigan yolg'onlarga o'zimni ishontirishga tirishatdim. Bu mundoq deydim. Keyindan ha shundoq deganimcha ishonatdim. O'limdan keyin hech qanday bir hayotingiz bo'lmag'achqa texmo bak tushkunlashib ketadi ekansiz. O'libli yo'qolib ketadigan tursak, yana nemishqa yashaymiz degandek. Hatto keyin o'zimni o'ltirib oldigan yerga mukagandim. Yo'lda o'lib olaychi, yana nemishqa yashayman degandek. Hech bo'lmaganda o'lsam o'lgandan keyingi hayotni bo'lsa-mu ko'raman deganga o'xshash. Menda o'limdan keyingi hayotga qiziqish ig'ir edi. Hatto ba'zida o'zimni bundoq aldaydim. Meni bu hayotda birdan-bir tutib turadigan narsa mening qiziqishlarimga. Bo'pti, mushunda hamma narsaga qiziqib tursam turay. Hech bo'lmaganda bo'ynimni tik tutib yashaman deydim. Amaliyotda tik tutib yashash nada? Yerlarda ig'inab yurgan bo'ldim. Musulmonlar bilan munozir qilib baqqan bo'lishingiz mumkin. Sizni qaytadan islomga da'vat qilib baqqanlarmi bo'lishi mumkin. Shu jarayonda biror sizga qo'l tekkizgan ahvol bo'ldimi? Yo'q, tayoq yemedim. Hech kim meni urmadi. Ammo munozir jarayonida qattiq dadalashlar, vaqirashlar, til haqoratlar, sen kimding degandek gaplar bo'lindi. Men bu dadalashlardan albatta zo'q olatdim. Hatto biri meni urgan bo'lsa, shuningdanmi zo'q oldigan darajada edim. Biri kelib meni bir uruscha deb ketatdim. Ya'ni menga qara musulmonlar mushundaq mana deyishimga bir bahona bo'lib beradi. Men mushundaq ishlardan hozirlanatdim. Masalan, biri achchiqlansa men xush bo'latdim. Masalan, alayliq islomga munosabatli bir talash tortish qildik deyli. Qarshi taraf achchiqlansa, ya'ni o'zini tutolmay achchiqlab ketsa, chunki hammalarning savarchan bo'lib ketishi natoyin. Men ashundaq ishlardan hozir olatdim. Ya'ni hanim bo'lsa musulmon birining achchig'ini keltira oladim degandek. Dinsiz mazgilingizda esingizdan chiqmoqdek biror ish yuz berdimi? Bizga mush haqida azroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Paraxutda ishlayotgan mazgilim edi. Paraxut tuyuqsiz tavrinishga boshladi. Paraxut tavrangan sari men bakli qo'rqib ketdim. Qo'rqinishdan ko'zlarim chaqchib, qalbim titrab ketgandi. Naq shu chog'da aqlimga Allohdan boshqa hech nima kelmadi. Demasam uningdan boshqa hech kimdan yordam so'rayolmaydim. Bakli chorasiz, hech qanday yordamchim yo'q, bu aniq. Ammo buni his qilolmaqliq. Keyin bo'ldi, duo qilay dedim. Meni bu qiyinchilikdan qutuldirgin, hatto bizmi emas, meni qutuldirgin deb duo qildim. Meni bu yerdan qutuldirgin degandim. Ya'ni shu darajada shaxsiyatga edim. Boshqalarning nima bo'lishi xiyolimga kirib chiqmaydi. Shunda qilib u yerdan sog'-salomat qutulgan bo'ldim. U yerdan qutulgandan keyin mo yana o'xshash dinsiz hayot kechirdim. Yana bir qaytim qish bo'lsa, bir kuni yer osti poyezdda ketayotdim. Telefonimga qarab telefonning ichiga kirib ketibdiman. Yenimga bir qog'oz sotadigan meyib bola keldi. Menga gap qilsa men anglamay qoldimmi? Telefonimni qo'limdan tortib ilib, "Aka, qog'oz olamsiz?" deb so'radi. Qo'pollik bilan yo'q olmayman dedim. Ondan telefonim qani, telefonimni bera, qani telefonim deganimcha bolaning ko'ngliga azor berishga boshladim. Aslida telefonimni yenimga qo'yib ekan. Telefonni ko'rib ozroq ko'nglim yerim bo'lgandek qildi-yu. Yana bak eramni qilib ketmadim. Keyin poyezddan chiqib palanpaydan tushib olsam tuyuqsiz putlashib ketdim. Mollaq atganimcha yiqilib ketgila tas qolgandim. Dal shu chog'da bir qo'l meni tutdi. Qarasam heliqi bola ekan. Heliqi bola bilan bir-birimizga taxminan 5 sekunddak tikilib qarashdik. Ondan menmi yo'limga mangdim. Bir do'stim bor edi. Do'stimga jin choplashib olgan edi. Shu chog'larda men undaq ishlarga ishonmaydim. Sen ro'yi kesel bo'lib qolgan gap nada bu jin bo'lsin deydim. Ya'ni bak diqqatimni tortib ketmadi. Do'stim tuyuqsiz qiynalishga boshladi. Keldi, ular keldi deb mushundaq tugilib ketdi. Men erammi qilmagandim. Ha, kelsin nima bo'pti? Bo'z kelsin, qani kelsin, tez bo'lsin deganda gaplarni qildim. Albatta birasi kep ketgan ish yo'q. Nemday bir kep baqsa hech bo'lmaganda ishongan bo'latdim. Ya'ni ular kelsa hech bo'lmaganda men ularning kontroliga o'taman-ku deb o'ylaydim. Hatto do'stim keldi deb qo'rqib bir bo'lib ketsa, men uni mazoq qilib, qani bir kelsin, tez kelsin, men bir tutishaychi degandek gaplarni qilatdim. Necha qitim chaqirdim, hech kim kelmadi. Balkim kelgan bo'lsa men bilmagandiman. Kelgan taqdirdimi, menga nisbatan yanada baribir edi. Sizning nazaringizda islom bilan dinsizlik o'tirisidagi eng chong farq nima? Meningcha eng chong farq kibr va taslim bo'lish deb o'ylayman. Ya'ni kibrning
ustidan g'olib kelish yoki kibrni ustiga chiqarish. Meningcha eng chong farq bu. Chunki dinsizlikda har bir narsaga kibr bilan muomala qilasiz. Ya'ni Allohga qarshi kibrlik bo'ldingiz degan gap. Yana bir tarafda bo'lsa taslimiyat bor. Meningcha eng chong farq mushu deb o'ylayman. Ya'ni mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar bu tarafdagi kibrning ustidan g'olib kela olsa, taslim bo'la olsa, dal shu joqdan boshlab hamma ish o'zligidan o'ngshiladi. Lekin nimish ekan biz shu kibrni yengolmaymiz. Ham nafratimiz, ham adovatimiz, hamda kibrimiz bor. Hatto o'zimizni bizni yaratgan egimizdimi ustun tutib olamiz. Kimdi o? Bizni nimishqa yaratdi ekan deymiz. Deganimdek meningcha eng chong farq yana shu kibr. Uningdan boshqa yana bir farq bo'lsa, bu tarafda mehr, muhabbat, kang qo'rsoqlik, baxt va huzur bor. Mundaqcha aytganda bir tarafda sevgi, mehr, muhabbat, xo'shallik va huzur bor. Yana bir tarafda, ya'ni dinsizlikda bo'lsa, beoromchilik, birdamlik, havoyi havasga, dunyoviy orzu istaklarga erishish, boshqa hech narsa yo'q. Dinsizlik munosabatlik filmlarni ko'ramtingiz. İctimai taratqularni o'ynab etib, autizm sahifasidagi bir savolga ko'zim tushib qoldi. Mening dinsizligim mushundaq boshlangan desam bo'ladi. Savol javoblarni o'qib to'g'ridek his qildim. Yana bir tarafdan zehnimning tasdiqidan o'tib bo'lgandi. Ha, buning ishonsam bo'ladi ekan dedim. Faqatla o'qidim, hech qanday dalil paket yo'q. Shuning bilan asta-asta autizmga munosabatlik sahifalarni, filmlarni izlab so'rab ko'radigan bo'ldim. Har ko'rganimda mushularning gapi to'g'ri ekanmi? Rostli to'g'ridek qiladi. Ham menga yaqinda qilamdi nima degandeklarni o'yladim. Shunday qilib ularning gaplariga quloq soladigan bo'ldim. Lekin ularning ish harakatlariga bak diqqat qilmaydim. Autizmning asli mohiyati mundaq, e'tiqod qilib ishinib yurmasingizmi bo'ladi degandek gaplarni qilatdi. Heliqi kishining degan gaplarimi menga shundaq mantiqliq bilinib ketadi. Bu odamning gaplarini anglab qarab turib ketdim. Gaplari mantiqliq bilinib ketganlikdan to'g'ri. Nemishqa e'tiqod qilib iymon aytib yurayman. O'zimga bu odamning gapi rostli to'g'ridek qilamdi ha. So'rgan savollar rost to'g'ri ekan-ku degandek gaplarni qilib o'zimning kallasida o'zimcha tasdiqlab ketdim. Oldimda to'g'riligiga nisbatan hech qanday dalil yo'q. Faqat o'zimning kallasida o'zim mushu to'g'ri deb tasdiqlab olatdim. Amaliyotda bu nodonlikdan, razillikdan boshqa narsa emas. Shundaq emasmi? Bir ishqa qiziqib qoldim. Balkim oldingizga so'zlar ko'shkining filmlari chiqqan bo'lishi mumkin. Bizning filmlarni ko'rgandan keyin qandaqroq o'ylarda bo'ladingiz? Masxir qilamdingiz. Masalan, alayliq, har qanday esil bir asarning qaltis bir ijodkori bo'ladi degan gaplarni anglagan vaqtingizda mazoq qilamdingiz. Qandoq tushuntirsam bo'la? Normalda dinsizlar bundaq filmlarga chidab turolmaydi. Buni nemishqimi anglaman, baribir tayini yo'q gaplarni qiladi shu deydim. Masalan, alayliq film ko'ryapman deyli. Ya'ni ma'lum bir tema haqida suhbatlashyapti. Autizmchi bir narsalarni davatidi. Demasimi autizmchining gapi menga yaqin bo'lg'achqa to'g'ri davatidi deb o'ylaydim. Qarish tarafmi o'ziga tushliq dalillarni, misollarini o'ttirib qo'yib olsa, hech xiyolga kiribmi chiqmaydi. Menmi tova dalil deb nimalarni deb yuradigandim. Yomon bo'lsam 100% aniq bo'lgan dalilni ko'rsatgina. Bo'lsa shu dalilni mening qo'limga bergina qini deydim. Lekin qo'limga dalilni tutqizgan taqdirda men yana ishonmaydim. Yana biri Bastami ustozni misol keltirsam, filmda shunday yaxshi dalillarni keltiryapti deyli. Hatto shu dalillarni mana mavu dalil deb oldimga qo'ygan taqdirdami men yana o'xshashli ishonmaydim. Imonsiz o'tkazgan kunlaringizning o'rnini to'liqlash uchun nima ish qilyapsiz? Balog'atga yetgan vaqtimdan boshlab musulmon bo'lgan oraliqdagi yilni hisoblab, yillik jadval hozirladim. Masalan, 1 yil 365 kun bo'lsa, uni 5 ga ko'paytib va hisoblab chiqqan yilimga ko'paytdim. Taxminan 24 ming vaqt namoz chiqdi. Masalan, peshi namozini o'qigandan keyin ashu namozning qazosini billa o'qiyapman. Uningdan boshqa kuchimning yetishi ro'z tutyapman. Ya'ni davomliq emas, ba'zida qilyapman. Lekin planim mushundaq, mushu bo'yicha qazo namozlarimni tugatishga tirishyapman inshaalloh. Har kuni qazo namozlarimni o'qib bo'lgandan keyin planimdagi namozdan elib etib manaman. Uningdan boshqa davomliq Allohdan mag'firat tilayman, istig'for aytaman. Ya'ni tavbadan boshqa bir ish qilg'im yo'q. Duo qilyapman. Hozircha mushundaroq davom qilyapman. Hatto ba'zida birasi bilan paranlassam kallamda meni kechirgin. Mushundaq narsalar kelib oladi. Masalan, yo'lda manganda qo'limni ko'tarib, meni apu qilgin demasam, faqat zehnimda mushulo bor. Mayli yo'lda bo'lsin, mayli ishlayotganda bo'lsin, mayli qandaqli holatda bo'lay, meni apu qilgin deyman. Ilgari qilib solgan xatoliklarimning o'rnini to'liqlashga qo'limdan kelishicha tirishiman. Inshaalloh Rabbimiz hammamizni apu qilgay. Siz qaytadan musulmon bo'lgandan keyin atrofingizdagilar qandaqroq pozitsiyada bo'ldi? Masalan, ota-onangiz, urug' tuqqanlaringiz degandek. Anam bekli xo'shal bo'lgan edi. Hammadan bak xo'shal bo'lgan kishi onam desam bo'ladi. Hatto onam xo'shalligidan yig'lab ketdi. Masalan, men namoz o'qiyotgan bo'lsam, u yiroqdan masjidga kelib, ko'zlari yosh yo'q holda qarab ketadi. Ya'ni mening qaytadan musulmon bo'lishim onamga bekli ta'sir qilgan edi. Uningdan boshqa ilgari akam va urug' tuqqanlarimga dinsizligimni ko'rsatgim, bildirgim keladi. Qaytadan musulmon bo'lgandan keyin bekli hayron qilishdi. Qandoqsiga musulmon bo'lding deb haqiqatan xo'shal bo'lishdi, alhamdulillah. Ammo dinsiz, ya'ni axloqi nacharoq og'inlarimday, ularga mening musulmon bo'lishim bek yiqib ketmadi. Sen bizga nimalarni davatsa, bo'ldi yo'qolg'ana deydiganlardan edi. Chunki men endi ular nim desa sening rost deb keyindan mangmaydim. Bo'lmasa ular bilan yaqin o'tib, ozroq bo'lsa-mu islomga yaqinroq o'sgan deb shuni umid qilgandim. Men ularni islom tarafga tatqan sari ular mendan qaytishga boshladi. Ya'ni hisobda do'stlarim ozlab ketdi. Ammo oilam bu ahvoldan haqiqatan xo'shal bo'lgan edi. Islom va din haqida parang bo'lsa, beorom bo'ladigan men hozir shunday xo'shal bo'laman. Sizningcha yoshlarning dinsizlikka intilishining sababi nima?
Meningcha haddidan ziyoda taqlid qilish, do'rashning ig'irligidan deb o'ylayman. Mayli diniy jihatdan bo'lsin yoki madaniyat jihatdan bo'lsin, ba'zi narsalarga nisbatan bizda favqulodda taqlid qilish ig'ir deb o'ylayman. Qandoq tushuntirsam bo'la? Ya'ni insonning ko'ngil tortadigan narsaning hammasi degudek hozir ijtimoiy taratqularda bor. Masalan, bir bola ijtimoiy taratqularga qarab bir narsani to'g'ri deydi. Bag'on siri ko'rgan narsa tarafga buriladi. Bu bolani diniga baq qiziqib ketmaydi deb turayli. O'zimizga siziqsib olayli. Bu taraf to'g'ri yo'l, bu taraf nachar yo'l bo'lsin. Naq o'ttirdi bu bola bor. Bu tarafdan anglaganlari uningga bag'on siri yaqin bilinishga boshlaydi. Hech qanday majburiyat, mas'uliyat deydigan narsa yo'q. Ham o'zi taqlid qilib kelayotgan narsalari bor. Ondan asta-asta mushu tarafga yuzinib ketadi. Shuning bilan yuzlangan narsalari u bolani tuydirmay asta-asta o'z-o'zini so'roqqa tortishga, dinsizlikka, kibrga boshlab qo'yadi. U balığımı xo'sh yoqadi. Ko'ngliga yoqqan siri havoyi havisining quliga aylangan siri, havoyi havisiga cho'qingan siri otizmchi, ya'ni dinsiz bo'lishga boshlaydi. Chunki nafsimi bilib bilmay uningda kibrlik paydo qilib qo'yadi. Meningcha yosh bolalarning otizm tarafga mengib ketishining yana bir sababi bo'lsa, kibr. Mana mushu tuyg'ular, yana biri islomning haqiqatidan xabarsiz qilishi, yana biriga Allohni tanimganlikdan desakmi bo'ladi. Islomni bilmaganligidan, ya'ni islomni haqiqiy ravishda tanimganligidan, yashamaganlikdan desakmi bo'ladi. Undan boshqa men kibrli deb qarayman. Sizningcha dinsizlik his tuyg'u bilan munosabatlik narsami yoki aqliy masalami? Meningcha bir-biridan farqli 3 xil tuyg'u bilan munosabatlik deb qarayman. His bakchiq tuyg'u bor desam bo'ladi. Ma'lum miqdorda o'zicha mantiqliq deb qarab oladigan narsalar bor. Birinchidan kibr, ikkinchidan masxara qilish, masalan, buni tuyg'uga munosabatlik desak, uchinchidan maqtanish. Qandaqday men otizmchi vaqtimda o'zimchilar maqtanib ketdim. Meningcha buningdan boshqa narsa emas. Hissiyot jihatini asosan bak ko'p bir narsalarni his qilib ketmaysiz. Ya'ni odatda otizmchilarning ko'pinchisining deganimda qalbida bir bo'shliq bor. Men pak, mening ko'nglim yaxshi degandek gaplarni qiladi. Amaliyotda qalbini nihoyatda maynat narsalar bilan to'ldiradi. Ya'ni qalbi asosan dunyo hayoti bilan to'shib ketgan. Shunga ularning qalbi dunyo hayotidan boshqa hech narsani his qilmaydi. Undaq desam to'g'ri bo'lmaydi. Hatto u yerga, ya'ni qalbiga Allohni kirgizishmaydi. Ya'ni Alloh u yerdan bakli yiroqda. Qalbi maynat narsalar bilan liqqida to'shib ketgan. Nimaday? Bu dunyo hayotida o narsa, ma narsa degandek hamon u yer mangu to'shmaydi. Masalan, aqliy masalalarga kelsak, asli aqlda hech nima yo'q. Ya'ni bu ishning mohiyatida aqliy masala yo'q. Ya'ni butunlay o'zimizning mantiqimiz yoki o'zimiz to'g'ri deb qarab olgan narsalarga ishonib, hech qanday dalil ko'rmay turib, izdamay turib, o'zingizcha to'g'ri ishlarni qilishga urinasiz. Shuning bilan bu ish sizga aqliy masalada ko'rinishga boshlaydi. Ya'ni mana mushu to'g'ri, bu aqlga biroz uyg'unda qiladi. Qarasam bu to'g'rida qiladi degandek. Yoki Alloh nimishqa yaratdi, bizni nimishqami yaratgan bo'g'ayti degandek, mushu shakldagi savollarni sizga mantiqliqdek, aqlga uyg'undek, to'g'ridek his qilib qolasiz. Otizmchilar davomli o'zini bak aqlliq chaqlaydi. Men shu vaqtlarda o'zimni shundoq o'ylaydim. Aslida haqiqiy aqlsiz bizkanmiz. To'limi afsus buni bilmabdik. İlgirki dinsiz holatingizga bir ig'iz gap qilish fursatingiz bo'lgan bo'lsa, nima degan bo'lardingiz? Bir ig'iz gap qilish fursatim bo'lgan bo'lsa, uningga yanada menga ta'sir qilgan Fajr surasini o'qigan bo'lardim. Sen uningdan rozi, u sendan rozi bo'lgan holatda Rabbingga qaytqin degan bo'lardim. Balki hozirning o'zida bizni ko'rayotgan, sizga quloq solayotgan, samimiy holda izlanayotgan ba'zi dinsiz qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Ularga deydigan tavsiyalaringiz bormi? Ularga nima deyman? Go'zal qarindoshlarim, izlanayotgan qarindoshlarim, sizlar izlayotgan, tegiga yetishga intizor bo'layotgan savollaringlarning javobi har vaqt aniq. Sizlarning ahvolinglarni yaxshi tushunaman, bilaman azoblanyapsizlar. Tushkunlashib ketdinglar. To'g'ri yo'lni tepib bo'lguncha haqiqatan oson emas. Ya'ni shu o'xshash xatoliklarga ketib qolsanglar, texmo ichinorlik bir yo'lga menib qolgan bo'lasizlar. Agar to'g'ri yo'lni topa olsanglar, ya'ni menga o'xshash men topgan yo'lga kira olsanglar, haqiqatan xushal bo'lasizlar. Qasam qilamanki, sizlarni buningdanmi bakra xushal qila oladigan bir yo'l yo'q. Men asosan dunyolik havaslarning hammasini yashab baqdim. Haqiqatan dunyoda buning oldiga o'talaydigan xushallik va huzurni bilmayman. Balkim dunyodagi eng go'zal his tuyg'uning eng yuqori pallasi mushu bo'lishi kerak. Agar men izlanishimni davomlashtiraveray deb qolsanglar, biz sizlarni har vaqt saqlaymiz. Oxirida deydigan boshqa ko'ngil so'zlaringizni anglab baqsaq. Avval meni taklif qilganinglarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Ham musulmon, ham dinsiz qarindoshlarimga ozroq ko'ngil so'zimni aytsam, musulmon qarindoshlarimga deydiganim eng avval o'zimizning kamchiliklariga bir qarab yetib, uningdan keyin atrofimizdagilarga qarasaq degan bor. Inson har vaqt xatoliklarni boshqalardan izlaydi. Biz o'zimizdan izlaylik. Musulmon bo'lish sifatimiz bilan eng avval o'zimizning xatoliklarini tuzataylik. Otizmchi, dinsiz qarindoshlarimga Qur'onning bir oyatini tavsiya qilgim keladi. Aytqinki, ey Muhammad, suyunglar yerga singib ketganda sizlarga kim eqin suv keltirib beradi?
Qarindoshlar, bugun so'zlar ko'shkida mehmon bo'ldim. Meni bak qizg'in kutib olishdi. Ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Agar siz din haqida bir narsa izdesangiz, men haqiqatan bu yerda nafas oldim desam bo'ladi. Ham o'zim rohatlandim, ham musulmon qarindoshlarim bilan suhbat etdik. Agar sizmi bu haqiqatlarning boshqalarga yetkazilishini xohlasangiz, kanalga a'zo bo'ling va bu filmni ham baharlab qo'ying. Hammanglarga rahmat.